Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoqdagi barcha do'stlarimiz, hammasi sog'mi, salomatmi? Xayrli kun hammangizga. Xo'p, bo'lmasa bugun sekin efirimizni boshlaymiz. Hammangizning xabaringiz bor, bugun o'tkazayotgan efirimiz. Xo'p, kuni kecha Andijon viloyati jinoyat ishlari bo'yicha sudida o'tkazilgan kassatsiya sudi to'g'risida bo'ladi. U yerdagi holatlar, umumiy vaziyatlar to'g'risida imkon qadar bo'yayotganimdek, o'tgan safar aytganimdek, salohiyatim yetgancha imkon qadar ochiq, oydin, shaffof yoritib berishni niyat qilganman. Shuning uchun demak boshladik efirimizni. Yana bir karra aytaman, o'tgan safar ham aytdim, sud binolarida aytiladi, rostini faqat rostini gapirishga va birorta qo'shimcha holatlarni qo'shmaslikka, to'g'ri gapirishga harakat qilaman. Va'da beraman desam ekan. Xo'p, kecha demak jinoyat ishlari bo'yicha Andijon viloyat sudida soat 10:00 ga sud protsessi belgilangan edi. Hammangizning xabaringiz bor. U yerda Farg'ona viloyati Furqat tumanida bo'lib o'tgan hodisalar to'g'risida bugun bizga yangilik emas, bir necha oylardan buyon bordi keldi ijtimoiy tarmoqda tarqalayotgan turli masalalar haqida hammangizning xabaringiz bor. Ya'ni o'sha yechintirildi, urildi, ta'zib o'tkazildi, tahdid qilindi kabi voqealarni hammamiz nafaqat bugungi kunda Kunuzda ham, Eltuzda ham, o'zimizdagi blogerlarda ham, YouTube'da ham har kuni ko'ryapmiz. Va shu bilan uxlab, shu bilan uyg'onayotganlar ham bor. Bu xuddi Santa Barbara serialiga o'xshab ketdi, to'g'risini aytsam. Sababi bir paytlarda shunaqa serial bo'lardi, Santa Barbara seriali. U bilmayman 8800 nechinchi seriallarni ko'rib yurardik-da. Xuddi shunga o'xshab ketdi. Menimcha bu vaziyatlar shu sud tugasa tugarmikan, tugamasmikan, ishonchim komil emas, lekin sababini aytaman, juda ko'payib ketdi. Rezonansli vaziyatlar, odamlar tarafma-taraf bo'lib olgan, ikkiga bo'linib olgan, kimdir u tomonda, kimdir bu tomonda, kimdir nega ayolni himoya qilmaysizlar deydi, kimdir nega bular bekordan bekor qamalib ketdi deydi. Xullas kalom, mana shu vaziyatlarga ozgina bo'lsa-da ochiqlik, oydinlik kiritish maqsadida bugungi efirimiz. Endi kecha borib hammangizga ma'lum, Andijon bizga bir qadam emas, kamida 6 soat yurishga to'g'ri kelyapti. Ertalab soat 4 da ketgandik. Soat 10 da sud binosini oldiga yetib bordik. Xabaringiz bor, o'tgan safar ham aytgandim, hatto ularning rasmlarini ijtimoiy tarmoqda Telegram kanalimga ham qo'yib qo'yganman. Ya'niki o'sha jarayonlarda tashqarida, sud zalida emas, tashqarida janjal ko'tarmoqchi bo'lgan, odamlar provokatsiya qilayotgan, ya'ni tarafma-taraf bo'lishiga, bir-biriga turli tuhmat, haqoratli so'zlar aytishiga, asabiylashishiga sabab bo'layotgan ayollarni yana ko'rdim borganimda. Va o'sha holatda qarab tursam, endi do'stimiz, akamiz Sirojni media bilan gaplashib, hammasi birga turishgan ekan. Men o'tgan safar bular to'g'risida ichki ishlar bosh boshqarmasiga murojaat qilib, hamda ijtimoiy tarmoq orqali ham murojaat qilib kelgandim. Hammangizning xabaringiz bor, ijtimoiy tarmoqda ham murojaatlar to'g'risidagi qonunga asosan amalga oshirilishi mumkin. Shuning uchun ijtimoiy tarmoqda ham murojaat qilib, ular rasmlarini qo'yib, mana shu holatlarga oydinlik kiritishlarini, ular kim tomonidan qatnashyapti va maqsadi nima, sudga kelishdan maqsad nima kabi savollarga aniqlik kiritib, nima uchun o'sha joyda janjallar, provokatsiyalar uyushtirayotgani to'g'risida yozib xabarlar berib kelganmiz. Endi xullas kalom, kirishimda yana o'sha ayollarni ko'rganim uchun ichki ishlardan adashmasam yana shu bir 50 ga yaqin odamlar turgan ekan, qo'riqlab turishibdi. O'sha yerda janjal to'polon bo'lmasligi uchun harakat qilishayotgan ekan. O'shalar oldiga borganimda yana so'radim men ichki ishlar xodimlaridan, nima uchun mana bu ayollar yana keldi? O'tgan safar ham sud prosesslarining oldiga kelib, mana shunaqa haqoratli so'zlar aytib, baqir-chaqir qilib yurgandi. Ichkarida ham ayollar bilan urushgan, tashqarida ham ayollar bilan urushgan. Erkaklar oldida ham biz efir olayotgan paytimizda ham turli haqoratli so'zlar aytib, janjal baqir-chaqir qilib yurgandi. Nima sababi? Hali ham yurishibdi-ku bular
degandim, opa sudga kirib ketavering deyishdi. Keyin chiqsakki, qarasak ular yo'q. Demak, huquq tartibot organlariga shu joyda respekt aytib ketmoqchiman. Ya'ni o'sha janjal, to'polonli vaziyatni oldini olish uchun harakat qilishibdi. Xursand bo'ldik. Demak, arizalarimiz bekordan bekor qolib ketmabdi. Xo'p, kirib oldik. Kecha sudga 2 nafar ichki ishlar xodimlari chaqirilgan. Furqat tumanidan guvohlikka guvoh sifatida chaqirilgan hamda ular o'zlarining ko'rsatmalarini berishdi va advokatlar, himoyachilar tomonidan berilgan savollarga javob berishdi. Kecha sud jarayonida 5 nafar advokat qatnashdi. Bittasi Gulira Noqosimova hamda soliqchini advokati, yana bittasi VKS orqali qatnashdi. Qolgan 4 nafari ichki ishlar xodimlarini, ya'ni o'sha Furqat tumanining sobiq ichki ishlar bo'limining rahbari, boshqarmasining rahbari Akmal Hajayev, uning o'rinbosari Jasurbek ismli yigitlarning himoyachilari hamda VKS dan undan tashqari yana 3 nafar himoyachilar qatnashib, ana shu guvohlarga o'zlarining savollari bilan yuzlanishdi. Xo'p, berilgan savollar haqida o'tamiz. Sud jarayoni juda ham qiziqarli o'tdi. To'g'risini aytsam, bunaqa bir katta rezonans beradigan yo bo'lmasa bunaqa katta savol-javobli, tortishuvli vaziyatlar bilan o'tgan sud jarayonini birinchi marta ko'rishim, juda ham ko'p sud jarayonlariga borgan bo'lsam-da, birinchi marta ko'rishim menga juda ham qiziq bo'ldi. Hatto orada bizni sudya janoblari tanaffus erkin tinglovchilar hammasi chiqib tursin degan paytda zo'r qiziq bo'lyapti sud jarayoni deb sudyaga ham gapirib yubordim. Endi unga hali keyinroq to'xtalamiz. Xo'p, birinchi chaqirilgan odam voyaga yetmaganlar bo'yicha Furqat tumani ichki ishlar bosh boshqarmasining xodimi ekan. Ana shu kuni jarayonda u ichki ishlar xodimi borgan va nima uchun borganligi to'g'risida savollar berildi. Siz nima uchun bordingiz deb, men aslida dedi Azizbek aka degan u voyaga yetmaganlar bilan ishlash bo'yicha inspektori ismi Elbek ekan. Azizbek aka degan o'sha yonimizda birga ishlaydigan yigit bilan birgalikda biz birinchi prokuraturaga borgandik. Hujjatlarimiz bor edi, prokuraturaga topshiradigan. O'sha yerdan chiqqanimizda vizov bo'ldi. O'sha joyga borish to'g'risida menga emas, Aziz akaga dedi. Endi rulda, mashinada men bo'lganim uchun men ularni olib bordim dedi. Xullas o'sha yerga borgan ekan, birinchi bo'lib u yetib boribdi. Undan keyin qolgan xodimlar yetib kelgan, operlar kelgan. Oxirida o'sha Jasurbek Rasulovmikan, o'rinbosari familiyasi, o'shalar ham kelishgan ekan hamda 12mi 13mi dedi, u ma'naviyat bo'yicha o'rinbosar, Furqat tumani ichki ishlar bosh boshqarmasining o'rinbosari, u ham kelgan ekan. Xullas o'sha yerda bir 5-10 minut gaplashdik-da dedi. Birinchi operlar yugurib kirib ketdi. Agar dedi qanaqadir to'polon, janjal bo'ladigan bo'lsa dedi, qolganlaring ham kirasanlar, to'xtab turinglar deb aytdi. Shuning uchun biz tashqarida kutib turdik dedi. Oradan dedi 1 minut yo 1,5 minut vaqt o'tdi dedi, baqir-chaqir bo'lib qoldi dedi. Undan keyin biz hammamiz kiringlar deb aytdi dedi. Hammamiz orqasidan yugurib kirdik dedi. 1,5 e'tibor beramiz. Uzoq bilan 2 minutdir dedi. Bo'lmasa 1,5 minut ichida kirdik biz dedi, orqasidan dedi. Keyin qay tartibda kirding, nima tartibda kirding, qanday kirding, u qilding, bu qilding degan juda ko'p savollar bo'ldi. Xullas kalom kirdik dedi. Kirganimizdan keyin qarasak ikkinchi etajda ekan, yugurib kirdik orqasidan dedi. Kirgandik dedi. Biz o'sha yerda men kirganimda dedi, eshikni bu yonida, o'ng tomonida soliqchi turgan ekan. O'sha to'g'rida Gulira Noqosimova turgan ekan, kiyimsiz ekan kelasi ham dedi. O'sha oper bittasida qo'lda telefon bor ekan, videoga olinayotgan dedi. O'sha telefonni oper meni qo'limga men ushlab tur deb berdi dedi. Keyin men endi ularni tadbiri shunaqa qilish kerak ekan dedimda, haligi videosini ushlab turdim dedi. Videoga olib turdim dedi. Keyin birinchi kirganingizda tanidingizmi degan savol bo'lganda, keyin u aytdi, "Yo'q, men kirganimda tanimadim" dedi. Kim ekan deb qarab turdim, videoga olib turdim dedi. Videoga olib turgandim. Keyin qarasam dedi, maktab direktori ekan, men u ayol taniyman. Chunki dedi, o'sha Gulira Noqosimova ishlaydigan maktabni
oldida turaman, orasi 500 metr dedi. Meni ayolim ham o'qituvchi dedi. O'sha maktabda o'qituvchi bo'lib ishlaydi. Men 2 nafar farzandim ham shu maktabga qatnaydi dedi. Gulira'ni Qosimova ekanligini ko'rganimdan keyin dedi, uyalib ketdim-da dedi. Chunki men bu opani dedi, turmush o'rtog'ini ham taniyman dedi. Birga ishlaganmiz, hamkorlikda birga ishlaganmiz. Shuning uchun dedi, men bu vaziyatni to'liq ko'rib turishga uyaldim-da dedi. Telefonni berib dedi, chiqib ketdim, tashqariga chiqib ketdim dedi. Pastga tushib ketdim, tashqarida kutib turdim dedi. Keyin xullas kalom tashqarida birpas turdik, undan chiqib mashinada o'tib, oradan bir 5-10 minutdan vaqt o'tmadi, ular hamma chiqdi dedi. Shu bilan ichki ishlar bo'limini oldiga bordik dedi, boshqarmasining oldiga borib mashinamni shunday KPPni oldida to'xtadim, kirish eshigining oldida to'xtadim. Yonimda o'sha Aziz akam kim degan bor edi. O'sha ikkalasi tushdida mashinadan ichki ishlar bo'limiga qarab kirib ketdi. Men borib mashinani qo'yib kelguncha qarasam, ular ichkariga kirib ketgan ekan dedi. Keyin kirdim, fayda turdim dedi. Qarang, shu joyda bitta narsani aytib ketishim kerak. Bu ichki ishlar xodimi kecha aytdi, men dedi, ko'rsatmalarimni biroz o'zgartiraman dedi. Qaysi ma'noda o'zgartirasiz deganda, men dedi, vaziyatni, voqeani yarmigacha yozib bergandim. Ya'niki o'sha ichki ishlar bo'limiga kelguncha bo'lgan holatni dedi, yozib bergandim. Qolganini yozib bermagandim dedi. Endi dedi, men qolganini ham aytmoqchiman bugun sudda dedi. Nima uchun aytmoqchisiz? Nega siz hozir ko'rsatmangizni o'zgartirishga tashabbus ko'rsatyapsiz deganda, chunki dedi, bu ayol kishi, maktab direktori, ayol kishi, bu ayolni sha'ni, qadr-qimmati to'kilmasin deb dedi, men qolgan vaziyatlarni aytmagandim. Endi bugun dedi, o'shani to'ldirib qolganini ham aytib bermoqchiman dedi. Xo'p, qani aytingchi deganda, ichki ishlar boshqarmasi binosiga kirdim dedi, bo'lim binosiga kirdim dedi. Shu kirish 5larda kirgan bo'lsak dedi, soat 9:30larga yaqin razvod boshlandi. O'sha razvodgacha bo'lgan paytda dedi, hali o'sha so'roq xonasida, hali fayda, hali kirishda, yo koridorda, yoqda bu yoqda gaplashdik. O'sha Gulira'ni Qosimova ham ichib o'tirgan suvni ham dedi, men olib kelib berdim. Chanqab ketdim deganda dedi, borib suv olib kelib berdim, suv ichib o'tirdi bemalol dedi. Birorta kiyimi g'ijinmasdi dedi, birortasi yirtilmagandi dedi. Qo'lida dedi, soliqchini xizmat uyidan chiqib kelib mashinamga o'tirganda qo'lida hech narsasi yo'q edi dedi. Keyin bordi dedi, Fayda dedi, men chaqirib aytdi dedi. Sizni ayolingiz men bilan birga ishlaydi maktabda. Sizdan iltimos, bugun ko'rgan vaziyatingiz, voqeangiz to'g'risida hech qanday ma'lumot bermang ayolingizga deb aytdi dedi. Mayli, xo'p dedim dedi. Telefoningizni oching, boya siz telefon ko'tarib videoga olib turgandingiz. Qani telefoningizni ochingchi, telefoningizda meni videoga olgansizmi, olmagansizmi ko'rsating deb so'radi dedi. Men dedi, telefonimni shunday olib dedi, bunday ko'rsatdim, polni galereyasini ham ko'rsatdim dedi. Meni telefonimga olinmagan, umuman telefonga olinmagan. U video men telefonimda hech qachon bo'lmagan dedi. Keyin olinmagan, shundan keyin dedi, telefon ochib ko'rsatdim, galereyalarni ham ko'rdi. Men telefonda video yo'qligini ko'rib dedi, bo'pti deb aytdi dedi. Keyin bir paytda dedi, Fayda gaplashib turgan paytimizda dedi, bunday qarasak dedi, tashqarida turmush o'rtog'i turibdi ekan dedi. Turgan ekan, keyin akangizni ham chaqirtiribdi. Qarang bular deb aytdi dedi. Keyin ha deb qarab turdim dedi. Agar erim bilsa, mana men boya aytdim, ijtimoiy tarmoqlarda har xil boshqacharoq ma'lumotlar tarqayapti deb, u gap bo'lmagan. Hozir aytaman, qaysi gap bo'lganini, tochka bergilgacha. Xullas, akangiz agar bugungi holatni bilsa, bugungi sizlar tomonidan olingan videolarni ko'rsa, o'zini o'zi osadi bugun. O'zini o'zi osadi debdi. U yerda meni erimga aytmang, meni erim bilib qolsa meni o'ldiradi degan gap bo'lgan yo'q. O'rtoqlar, boshqa joyda boshqacharoq ma'lumotlar tarqabdi hozirgi holatgacha. Lekin bunaqa gap bo'lgan yo'q sud jarayonida. Ya'ni erim bilsa o'zini o'zi osadi deb aytdi, dedi ichki ishlar xodimi. Keyin shuna qilib, men o'zi soliqchi bilan bir-birimizni yaxshi ko'ramiz. Soliqchiga agar biron narsa bo'ladigan bo'lsa, xullas bular mendan ko'radi debdimi, shunaqa gaplar ham bo'lgan. Keyin bular meni mana shunaqa qilib videoga olib meni sharmanda qilgani uchun hali bular hammasi javob beradi deb o'sha joyda xullas mana shunaqa gaplar bo'libdi deb aytdi. Shundan keyin mana shu joyga ham e'tiborni qaratamiz. Yana qanaqa gaplar bo'ldi u yerda deganda,
singlim bor, singlim ro'molli, hijobli. Singlim meni onamga o'xshaydi. Men lekin onamga o'xshamayman, men dadamga o'xshayman deb ham aytdi. Deganda shu payt Gulirano Qosimova shab turib o'rnidan, menga qara, mana shu tilingni sug'urib olaman, tilingni sug'urib olaman. Men dadam o'rtaga qo'shma, tilingni sug'urib olaman 2 marta aytdi, baqirdi. Men sud zali qarab qoldi Gulirano Qosimovaga. Keyin tinchlaning deb sudya shunaqa desa, nega oilani qo'shadi, nega otam qo'shadi, nega onam qo'shadi deb baqirdi. Endi shu yerda men o'zimni fikrimni aytib ketmoqchiman-da. Masalan, men ham dadam bilan adinkadan o'xshayman. Men dadamga rosa o'xshayman. Biz oilamizda 4 ta farzand bo'lsa, men haqiqatan ham dadamga o'xshayman. Ko'rinishim ham, yuz tuzilishim ham hammasi. Meni doimiy kuzatuvchilarim juda yaxshi biladi. Men dadamga o'xshashim. Ko'pchilik yozgan mening kommentariyalarda ham. Endi agar o'sha men tushunmay qoldim, nimagaki, ichki ishlar xodimi o'sha yerda haqiqatan ham Gulirano Qosimova, ro'molli singlim bor, u onamga o'xshaydi. O'zi men dadamga o'xshayman degan bo'lsa, u joyda qayerda oilani qo'shyapti yokida qayerda unga masalan tuhmat qilayotgani yo'q, haqorat qilayotgani yo'q, obro'sizlantirayotgan gap gapirayotgani yo'q. Nimaga unaqa panikaga tushib janjal qilib ketdi? Hali ham men shuncha gap gapirganda indamay o'tiribman deb to'polon qildi. Xullas, sudya joyiga o'tirg'izdi, anaqalar ham himoyachilar ham aytdi, sud protsessi, ya'ni bu joyda dedi, hozir guvohga ta'zib o'tkazilyapti. Bosim qilyapti bu. Hurmatli sudya, shu joyini inobatga olib qo'yishingizni so'rayman degani, sudya indamadi, xullas kalom ogohlantirish bermadi unga. Undan keyin bu o'zini ko'rsatmalarini tugatdi. Tugatgandan keyin xullas advokatlar tomonidan savollar berilishi boshlandi. Ya'ni qay tartibda kirdi, qanday kirayotganda darvozadan kirdimi, oshib o'tdimi, ichki ishlar tomonidan kirdi degan gaplar bor edi. Yo'q, unaqalar bo'lmadi dedi. Biz dedi 20-30 metr beoroda turgandik, eshik darvozasini oldi tomonlari dedi, archa ekan dedi. Darvozadan ochib kirdimi, sakrab kirdimi, o'tib kirdimi, men haqiqatan ham dedi, ko'rmadim dedi. U joyni ko'rganim yo'q dedi. Lekin biz sizlarchi dedi, biz dedi, lekin darvozadan kirdik dedi. Kim ketma-ketlikda kirdinglar dedi. Men oldimda shular bor. O'sha Jasur Rasulovmi ular oxirida kirdi dedi. Keyin yaxshi dedi. Xullas kalom men o'sha kirib taniganimdan keyin chiqib ketdim, uyalib ketdim, to'g'risini aytsam. Dedi, siz nima uchun dedi ko'rsatmalarni suhbatgacha bermagansiz, shunaqa deb gapirmagansiz deganda, boyaga aytgan gapim, ayol kishini sha'nini, qadrini, qimmatini saqlashni xohlaganmiz. Biz shuning uchun umuman bu haqida gapirmaganmiz ham hech qayerda. Tushuntirish xatlari olinganda ham aytmaganman. Lekin yanvar oyida dedi, prokuratura tomonidan o'rganilgan paytda dedi, yana boshqadan tekshiruv bo'lgan paytda o'sha yerda aytdim dedi. Bu holatlar haqida ham dedi, men bundan keyin ham gapirmoqchi emasdim dedi. Ijtimoiy tarmoqlar orqali dedi, Furqat tumanidagi ichki ishlar xodimlariga turli gaplar aytilayotgani uchun, obro'sizlantirayotgan holatlar bo'layotgani uchun, o'sha tuhmat, haqoratlar bo'lib ketgani uchun dedi, men to'g'risini aytishga qaror qildim. Shu paytgacha aytmagandik dedi. Rahbarimiz dedi, Akmal Hajayev dedi, umuman bu tadbirdan xabar bo'lmagan dedi. Jasur Rasulov dedi, o'rinbosari haqiqatan o'sha yerga borgan, ko'rgan, u qatnashgan, hattoki dedi, mana shu joylariga ham e'tibor beramiz. Jasur Rasulovga dedi, Rasulov dedi, Gulirano Qosimovaga aytayotganini men eshitdim dedi. Opa, men boshim bilan javob beraman. Bu video ijtimoiy tarmoqqa chiqmaydi. Yo bo'lmasa hech qayerda chiqib ovozi bo'lmaydi. Men boshim bilan javob beraman deb dedi Jasur Rasulov, ya'ni o'sha hozirgi aybdor deb sanalayotgan va qamalgan o'rinbosar shunaqa deb va'da bergan ekan. Akmal Hajayev bo'lsa, ichki ishlar bosh boshqarmasining boshlig'i, ya'ni o'sha Furqat tumaniki boshlig'i aytgan ekan, hamma xodimlariga shu savollar ham bo'ldi o'sha joyda. Hammang telefoningdan bu videoni o'chirasan, o'chir deb hammasiga o'chirtirgan ekan. Telefonda. O'sha kimlar videoga olgan bo'lsa, qaysi xodimlar olgan bo'lsa, hammasini videosini o'chirtirgan ekan. Yana bitta meni e'tiborim tortgan tarafi Akmal Hajayev, o'sha bo'lim boshlig'i, ichki ishlar boshqarmasining boshlig'i Akmal Hajayev shu paytgacha sud jarayonida biron marta ko'rsatma bermabdi. Ya'ni bu holatlarga aniqlik kiritish xohlaman, chunki men bu tadbirda qatnashmaganman. Men bu tadbir bo'lishiga buyruq bermaganman.
Shuning uchun men hozir ko'rsatma berishni ham xohlamayman, bularga qarshi gapirishni ham xohlamayman deb ko'rsatma bermagan ekan. Sud zaliga olib kelishni kecha himoyachilar so'radi. O'tgan safar e'tibor bergan bo'lsangiz, men bu haqida ham gapirgandim. Biz juda ko'p jinoyat ishlarida bo'lgan sud protsesslarida qatnashganmiz va har doim jinoyatchilar deb topilgan odamlar u apellyatsiyadami, kassatsiyadami, taftishdami yo oliy suddami, albatta sud binosiga olib kelingan va qatnashgan sud jarayonlarida. Kecha sud jarayoniga ularni taklif etish ovozga qo'yildi. Taklifni iltimosnoma kiritdi. O'sha Jasur Rasulovning advokati shunaqa deganda, Gulira Noqosimovani advokati aytdi, men dedi, biz qarshimiz dedi, ular kelishiga, sud jarayonida qatnashishiga qarshimiz, chunki ular dedi, o'tgan safar biz ko'rsatma bermaymiz bularga qarshi deb aytgandi dedi. Shunaqa deganda, keyin qolgan himoyachilar, Gulirani Qosimova ham qarshiman dedi, soliqchi ham qarshiman dedi, VKSdan qatnashayotgan ular advokati ham biz qarshimiz, kerak emas, sud jarayonida ular kerak emas dedi. Shuna deganda bu tomonning advokatlari turib yana gapirishdi. Nima uchun u masalan xo'p, ko'rsatma berishga qarshi bo'lgandir, lekin dedi, savol berish huquqi bor ularni. Hozir ular dedi, qamoqda o'tiribdi. Ularni savol berish huquqi bor. Bu huquqdan hech kim mahrum qilgan emas dedi. Ularni bu huquqidan hech kim mahrum qilishga haqqi ham yo'q. Shuning uchun dedi, u kelib albatta sud jarayonida qatnashishi kerak dedi. Shu yerda xullas prokuror bilan tortishuv bo'lib ketdi. Prokuror men xulosamni aytdim, shu fikrga kelib gapirdim dedi. Keyin siz bu fikrga kelib bunaqa deb gapirishga haqqingiz yo'q dedi. Siz dedi faqat o'sha oxirgi muzokara so'ziga o'tganingizdagina siz hammasini hisobga olib o'shanda o'zingiz fikringizni bildirishingiz mumkin. Sizni hozir bu yerda unaqa fikr bildirishga haqqingiz yo'q dedi. Xullas janjal bo'lib ketdi sudning ichida. Keyin shundan keyin sudya aytdi, erkin tinglovchilar tashqariga chiqib turinglar. Bu yerda biz o'zimiz ozgina gaplashib olaylik dedi. Keyin men shart turib e'tibor qarab turgandim. Keyin turinglar deb anaqa qilgandan keyin sudya ha dedimda, shap o'rnimdan turdimda, lekin qiziq bo'layotibdi deb gapirdim. Shu paytda Gulira Noqosimova menga nima dedi? Nimaga kulasan deydimi? Senga qiziqmi dedim. Bir narsalar men gapirib boryapti. Sen jim o'tir dedim. Senga kim gapirdi? Sen kim gap berdi dedim. Men senga gapirmadimmi? Gapirmay o'tir dedim. Xullas kalom chiqib ketdik. Undan tashqari o'sha sud zalida o'tirgan boshqa bitta ayol ham sud zaliga kirishda oldin Sirojni mediani tahlil aprosi, domla Abror Muxtoralining aprosi to'g'risida bir ikkita gaplar gapirgandilar. Men uncha e'tibor bermadim, ha deb qoldim. Keyin sud zalida ham bir payt qarasam, bitta ayol xong yig'lab o'tiribdi-da. Keyin nega yig'lab o'tiribdi? Hali o'tib ketar, tinchlanib qolar deb kutyapman. Hech tinchlanmaydi-da. Keyin orqamga qarab, xola dedim, nimaga yig'layapsiz? Yig'laydigan ish bo'lgan yo'q-ku bu yerda hali desam, xola aytdi, qarang mana Sirojni medialar noto'g'ri, noxolis gapiryapti. Mana shu o'tkazayotgan aprosi ham noto'g'ri. Nima uchun bular to'g'ri qaramaydi vaziyatga? Nimaga bunaqa bo'ladi deb rosa gapirib, yig'lab gapiryaptilar. Keyin aytdim, tinchlaning. Xolajon, tinchlaning. Bu narsa hech narsani o'zgartirmaydi. Bunga e'tibor bermaymiz. O'zi vaqt soat kelganda hamma narsa o'z joyiga tushadi, oxiriga yetadi. E'tibor bermang deb haligi ayolni sal tinchlantirib qo'ydim. Shundan keyin tinchlandilar xullas. O'sha ayol bilan urushib ketdi bir payt. Men chiqib ketdim. Gapirib chiqib ketdim. U ham sham jag'i tinmayapti. Keyingi safar yana haqoratli so'z ishlatib gapirib yordi sud binosida. Bilmayman, o'zini qandaydir tutolmayaptimi, bilmayman, qanaqadir bir agressiya. Endi bu ma'muriy bino, administrativ bino, sud binosida har kim odob saqlab o'tirish tartib-qoidalari bor. Uni buzib, qayta shunaqa so'kib yubordi. Keyin yana anaqalar himoyachilar turib, bu qayta takrorlanyapti. Og'zidan noto'g'ri, nojoiz so'zlar chiqyapti. Nimaga siz umuman e'tibor bermayapsiz? Hurmatli sudya, siz bular tomonga yondashayotganday bo'lyapsiz. Iltimos, to'g'ri olib boring sudni deb sudyaga ham tashab qoldi bir payt advokatlar. Shunaqa degani, keyin sudya yozib qo'ying Gulira Noqosimovaga ogohlantirish deb keyin yozdirdi. Prokurorning ham boya gaplarini ham hamma
himoyachilar gapirdi. Prokurorni ham mana shu men xulosa qildim, yo bo'lmasa mana meni haqqim bor degan gaplarni hammasini protokolga kiriting, ya'ni bayonnomaga kiriting dedi. Ular ham hammasi bayonnomaga kiritildi. Xullas kalom, himoyachilar tomonidan juda ko'p savollar berildi. Bu qanday kirgan, nima kirgan, qanaqa, nima uchun shu paytgacha bu gaplarni gapirmagan va hokazolar haqida juda ko'p savollar berdi va men boya aytganim voqeani to'liq o'sha voyaga yetmaganlar bo'yicha ishlovchi inspektor Furqat tumanidagi Elbek ismli hammasini gapirib berdi. Xo'p. Undan so'ng bu savol javoblarda agar qayerda qolib ketgan bo'lsa, hozir yana qo'shib ketaman. Ha, aytmoqchi, tushuntirish xati haqida gap ketdi u yerda. Tushuntirish xati yozgani to'g'risida Gulirana Qosimovani. Gulirana Qosimova o'sha joyda men o'sha farosh bo'lib keldim. Kimdir sizlar tomonidan ta'ziq bo'ldimi Gulirana Qosimovaga? Faroshman deb yoz degan ta'ziq, tahdid bo'ldimi? Yo tergovchilar tomonidan kimdir tomonidan bo'ldimi deganda yo'q. Umuman hech qanaqa unaqa ta'ziq, tahdid bo'lmadi. O'sha 102 bo'yicha dedi. Bitta ariza berishingiz kerak yo tushuntirish xati berishingiz kerak. Ariza va tushuntirish xati berishingiz kerak dedi. Birinchi yozmayman dedi. Keyin 1,5-2 soat o'tgandan keyin yozdi dedi. Keyin yozib bo'lib dedi, tagiga imzo qo'ymadi dedi. Keyin shu yerda xodimlar imzo qo'ying degandi dedi. O'zim imzomni qo'ymayman, men boshqacha imzo qo'yaman deb boshqacha imzo qo'ygan ekan. Kecha sud jarayonida Elbek shuni aytdi. Mana dedi, boshqa arizalarini, boshqa tushuntirish xatlarini imzosiga qarangda, o'sha kuni yozgan tushuntirish xatini, arizasini imzosiga qarang dedi. Boshqacha imzo qo'ygan dedi. Endi bundan maqsad nima men bilmadim. Biz ham masalan ko'p marta tushuntirish xati, arizalar yozganmiz, u ichki ishlarga ham, u boshqa joylarga ham yozib bo'lingandan keyin nima uchun o'zini imzosini qo'ymaslik tarafdori bo'ldi, tushunmadim xullas. Unga ham o'zingizlar izohlarda javobini berib ketasizlar. Keyin soliqchini toza olib chiqib ketaman ichki ishlar binosidan degan ekan. Menimcha, meni aynan subyektiv fikrim, soliqchini inspeksiyasi kelib, undan ariza olib, o'sha videoni ko'rsatib ariza olingani uchun bular menimcha alamzada bo'lib qolgan. Bu meni albatta o'zimning fikrim. Shuning uchun bular undan keyingi vaziyatlarni mana shu tartibda aylantirgan deb hisoblayman. Xo'p. Keyin ichki ishlar binosidagi kuzatuv kameralari to'g'risida savollar bo'ldi u yerda. Nima uchun o'sha kuzatuv kameralarida mana siz kirgansiz, chiqqansiz, suv olib kelib berdim deyapti. Nima uchun ketmadingiz? Sizni vazifangiz emasdi, u yerda nimaga o'tirdingiz degan soat 9da, 9:30da bizni razvodimiz bor edi. Baribir ketishimning foydasi yo'q. Bankka borib aylanib kelmayman-ku. Shuning uchun men ichki ishlar binosida bo'lganman. Xonangiz bormi deganda, xonalar bilan bitta xona bor dedi. Hamma o'sha inspektorlar, boshqalar kirib o'sha xonada o'tirib turadi dedi. Yoqqa kirib chiqib o'sha xonada ko'rdim dedi. Keyin kuzatuv kameralarida dedi, nima uchun ovoz o'chib qolgan? Shundan xabaringiz bormi deganda, bilasizmi dedi o'sha ichki ishlar xodimi, bilasizmi dedi. Men dedi o'sha ovozli bo'lib chiqish tarafdoriman dedi. Biz hammamiz shuni tarafdorimiz. Chunki dedi, ichki ishlar binosida hech kim unga ta'ziq o'tkazmagan, tahdid o'tkazmagan, uni urmagan, so'kmagan, yo haqorat qilmagan, yo majburan zo'ravonlik bilan olib turilmagan. Shuning uchun dedi, biz dedi o'zini gaplari ham bor u yerda dedi. Men yozmayman, keyin yozaman, keyin o'zim imzomni qo'ymayman, boshqa qilmayman, boshqa degan gaplari ham bor. Shuning uchun biz dedi, rosa xohlardik dedi, o'sha ichki ishlar binosini ichidagi kuzatuv kameralarini ovozi bo'lishini. Afsuski dedi, bilmayman qanday bo'lgan, o'sha ovozsiz bo'lib qopti dedi. Keyin shu yerda ham yana bitta narsaga e'tibor qaratamiz. Mana do'stimiz Otabek Jo'rayev ana shu ichki ishlar binosini ichkarisidagi kuzatuv kameralarida yozib olingan video lavhalarni o'zining YouTube platformasi orqali e'lon qildi. Bu video yozuvlar Otabek Jo'rayevga qanday borib qoldi, nimaga borib qoldi, nima uchun mana bu sud proseslar tugamasdan u ovozsiz bo'lgan o'sha video yozuvlarni ijtimoiy tarmoqda tarqatishdan maqsad nima degan savollar ham bor, lekin shunga ham e'tibor qaratib qo'yamiz. O'ylaymanki, o'sha huquq-tartibot organlari o'zlarini qonuniy bahosini beradi bu holatlarga ham. Xo'p, orada 19 minutlik video haqida ham gap ketdi.
shu haqida bitta shu yerda menga juda qiziqarli bo'lgan zo'r holat bo'ldi. Bitta advokat aytdi, Gulira'no Qosimova bilan dedi, mana shu Elbekni yuzlashtirib o'tkazishga ruxsat berishingizni so'rayman dedi sudyaga. Shuna deganda sudya ruxsat berdi, hamma rozi bo'ldi, yuzlashtiruv qilishdi. Ya'ni Gulira'no Qosimova mana shu yerda hamda o'sha Elbek mana bu yerda turdi, bir-biriga qaratib savollar berdi. Qachondan beri taniysiz, qanday taniysiz, yo mana bunaqami, o'sha koridorda mana shu gaplar bo'lganmi, mana bunaqami, bunaqami degan 4 ta savol berdi advokat. Elbek tasdiqladi, Gulira'no Qosimova tasdiqlamadi u savollarni. Bu demak protokolga kiritildi. Agar keyinchalik bu holatlar noto'g'ri ekanligi isbotlansa, ana shu yuzlashtiruv o'sha holatlarga fakt bo'ladi, dalil bo'ladi. Shuning uchun yuzlashtirib deb o'ylayman men. Xullas o'sha holat ham bo'ldi. Xo'p, sen voyaga yetmaganlar bor ekanligini bilib nima uchun chiqib ketmading yo nega bording degan savollar ham bo'ldi. Keyin u aytdi, men masalan kim ekan yo bo'lmasa yosh qizmi degan vaziyat bilan kirdim va ular ikkalasi ham katta odamlar ekanligini bilganimdan keyin, ayniqsa o'sha 29-maktab direktori ekanligini bilganim uchun men shu zahotiyoq chiqib ketdim. Shu bir 20 sekund yo bo'lsa 30 sekundcha ichkarida turdim, undan keyin chiqib ketdim dedi. Keyin poligraf tekshiruvdan o'tkazilgansizmi degan savol berdi bitta advokat undan. Ya'ni hammamiz bilamiz, ayniqsa chet el kinolarida ko'p ko'rganmiz, detektor lji degan apparat bor va unda olimlar o'tirib, u kim to'g'ri gapiryapti, kim yolg'on gapiryapti, ana shu apparatdan o'tkaziladi, ya'ni savollar beriladi, uning javobi tahlillar qilinib, to'g'ri yoki noto'g'ri javob bergani tekshiriladi. Bu narsa yanvar oyida, shu yilning 2026-yilning yanvar oyida prokuratura tomonidan o'tkazilgan ekan. O'sha Elbek ismli xodim ham borib, savollarga javob bergan ekan. U yerda o'sha soliqchi ham, Gulira'no Qosimova ham, hamma 9 ta xodim ham borib javob bergan ekan va sizni hozir e'tiboringizga ko'rsataman. Ijtimoiy tarmoqda siz ko'p ko'rdingiz, mana bu javobni bergan. Prokuratura tomonidan mana shu javob berilgan mana. Hozir buni siz e'tiboringizga o'qib beraman javobini, chunki shu kungacha biz urgan, haqorat qilgan, xullas yechintirgan degan gaplarni ijtimoiy tarmoqda ko'p marta o'qib, eshitib, bilib kelyapmiz. Do'stlarimiz tomonidan tarqatilayotgan holatlarni endi qarang. Bunga javob beryapti prokuratura. O'zbekiston Respublikasi prokuraturasi, Farg'ona viloyatining prokuraturasi mana shu tekshiruvni o'tkazgan va natijasini o'qib beraman. Jinoyat ishlari bo'yicha Quva tumani sudi raisi A. Rahimovga, ya'ni sudyaga jo'natyapti bu javobni. 26-yil 27-yanvar kuni 18/25 sonli xat, demak javob xati bu. Farg'ona viloyati prokuraturasi o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish bo'limi tomonidan jinoyat ishlari bo'yicha Quva tumani sudining Jinoyat kodeksining 141-3 moddasi 2-qismi B bandi, 142-moddasi 206-moddasi 1-qismi, 230-moddasi prim 2 moddasi 1-qismi, 234-moddasi 1-qismi bilan sudlangan A. Hajayev hamda J. Rasulovlarga oid jinoyat ishi yuzasidan Jinoyat protsessual kodeksining 417-moddasi tartibida chiqarilgan xabarnoma bo'yicha tergovga qadar tekshiruv harakatlari o'tkazildi. Tergovga qadar tekshiruv davomida xabarnomada ko'rsatilgan Furqat tumani ichki ishlar bo'limi xodimlarining xatti-harakatlarida, e'tibor beramiz, 9 ta xodimning xatti-harakatlarida fuqarolar G. Qosimova va Q. Abdurahmonovlarga nisbatan tan jarohati yetkazish va hujjatlarni soxtalashtirish holatlarini tasdiqlovchi dalillar aniqlanmadi. Yaxshilab eshitib olamiz. Tan jarohati yetkazish hamda hujjatlarni soxtalashtirish holatlari aniqlanmadi. O'rtoqlar, shu paytgacha meni yechintirdi, yalang'och qildi, urdi, tepdi, u qildi, bir urganda 2 metr, 1 metr, 3 metr uchdim degan gaplar yolg'on ekanligiga prokuratura o'zini xulosasini berib o'tiribdi. Undan keyin aytilyapti bu yerda, bundan tashqari ushbu tergovga qadar tekshiruv o'tkazish jarayonlarida
G. Qosimova hamda Q. Abdurahmonovlar ijtimoiy tarmoqlar orqali ularning yalang'och holatdagi video tasvirlarini tarqatilganidan norozi bo'lib, aybdor shaxslarga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'rab yo'llagan murojaati tergovga qadar tekshiruv harakatlari hujjatlariga qo'shilib, natijasiga ko'ra Jinoyat kodeksining 141.3 moddasi 2-qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ya'ni bu ijtimoiy tarmoqlar orqali kim o'sha video tasvirlarni, ya'ni Gulira'no Qosimova hamda Abdurahmon Soliqchining yalang'och holatdagi video tasvirlarini kim ijtimoiy tarmoqda tarqatgan bo'lsa, o'shalarga xos jinoyat ishi ochilgan. Lekin bu holatni 9 ta xodim yo bo'lmasa qamoqda o'tirgan 2 ta xodim qilmagan deb javob beryapti prokuratura. Siz bu xat hammani qo'lida bor. Lekin hali ham o'sha yolg'on ma'lumotlar tarqatishda yo bo'lmasa o'zingizni holatingizdan kelib chiqib oldingi bergan gaplaringizni tasdiqlab yurishda davom etyapsiz ko'pchiligingiz. Xullas davom etamiz. Bu haqida mana shu javob xati, ya'ni Farg'ona viloyati prokuraturasi tomonidan berilgan mana shu javob xati ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p joylarda chiqqan, ko'pchiligingiz o'qib, ko'rib chiqqan bo'lishingiz kerak. Xo'p. O'sha ichki ishlar bo'limi tomoniga olib ketilayotganda Elbekni aytishi bo'yicha olib ketilayotganda, ichki ishlarga borganda, ichki ishlar binosida bir necha marta Gulira'no Qosimova tomonidan ichki ishlar xodimlari haqoratlangan. Hatto so'zma-so'z aytdi, chikushka, kimdir bo'yi pastroq yigit ham bor ekan, o'shani mana bu chikushka, palonchi, pistonchi degan har xil haqoratli so'zlar ham ishlatgan ekan. Kecha ichki ishlar xodimi bu narsani sudda aytdi. Menimcha sud protokoliga yozildi. Farg'ona viloyati biz hozir mana kecha bugun undan oldingi safarlar ham ko'rdik, Sirojiddin Media akamiz tomonidan va boshqa ijtimoiy tarmoq faollari tomonidan ham nima uchun sud binosiga asosan Akmal Hajayev hamda Jasur Rasulovlarning qarindosh urug'lari yo ular tomon bo'lgan odamlar kiritilyapti. Nima uchun Gulira'no Qosimova tomon bo'lgan odamlar kiritilmayapti degan savollar bo'ldi. Yana boya ham men eshitib qoldim. Kecha turli chatlarda ham shu gaplarni Sirojiddin aka qayta-qayta aytgan ekansiz. Mana qarang, men birinchi kun borgan kunim sudga, sud bo'lmagan kuni, men borgan kunim Buxoroda turganimda o'sha KPPda turgan 7-8 nafar yigitlardan keldi hamda sudni yordamchisi ham keldida hamma tomondan dedi, ya'ni bu yerda hozir 2 ta odam jazolangan bo'lsa, 2 ta odam jabrlangan bo'lsa, 4 ta odam tomonidan qarindoshlari, yaqin qarindosh, endi u yerda yuzlab odamlar bor edi. Yaqin qarindoshlardan 5 tadan kiritamiz dedi. Buni o'sha sudga borgani hammasi eshitdi. 5 tadan kiritamiz dedi. Keyin xo'p Akmal Hajayev tomonidan, Jasur Rasulov tomonidan kelganlar kiryapti. Gulira'no Qosimovani yaqin qarindoshlaridan kim bordi Sirojiddin aka? Men sizga savolim bor shu joyda. Kim bordi? Boyagi biz abonchi deb topgan, janjal, provokatsiya uyushtirayotgan ayollar aytyapsizmi o'sha tomondan borgan deb? Ular andijonlik ekan-ku. Yo Farg'onadan kelibdimi? Opasi bordimi, singlisi bordimi, onasi bordimi, dadasi bordimi, eri bordimi? Kimlar bordi? Amakisi bordimi, amakivachchalari bordimi, tog'alari bordimi, sinfdoshlari bordimi, maktabidan birorta o'qituvchi bordimi? Kim bordi? Qaysi biri bordi-yu? Mana meni raqamim turibdi. Qaysi biri o'sha sud zaliga bordi-yu, qaysi biri kiritilmay qoldi? Siz kecha ana shu ochki taqib siz bilan maslahatlashib turgan ayollar aytyapsizmi, uni u tomondan kelganlar bormadi deb? Ular provokatsiya uyushtirayotgan ayollar edi-ku. Mana ichki ishlar yig'ishtirib ketibdi kecha. O'sha joyda ham yana provokatsiya qilayotgani uchun arizalarga ko'ra, odamlar arizasiga ko'ra yig'ishtirib ketibdi. Kim bordi? Qaysi qarindoshi bordi-yu, kira olmay qoldi. Sirojiddin Media xalqni aldashda davom etmang, iltimos sizdan. Noto'g'ri ma'lumot beryapsiz-ku shu joyda ham. Nega aldayapsiz? Agar xo'p tog'asi, amakisi, qarindosh urug'i, akasi, ukasi, singlisi, onasi yo qaysidir qarindoshlari eri borib sudga kira olmay qolgan bo'lsa, ayting. Mana xo'jayini keluvdi, yo amakisi keluvdi, tog'asi keluvdi, shular kiritmayapti, kirgizmadi mana shularni deb ko'rsating. Men mana shunday qo'l ko'taraman. Bormadi-ku ular.
Sud binosiga borgan 25 ta u tomonda, 5 ta biz bu tomonda deyapsiz. Bu tomondan borgan kim? Yo soliqchini birorta qarindoshi, urug'i bordimi, yo ayoli bordimi? Kim bordi sudga? Soliqchi tomonidan kim bordi? Borsa kiritadimi? Xo'p, akasi, ukasi, tog'asi, amakisi, dadasi mayli o'tib ketgan bo'lishi mumkin. Bu qarindoshlar, tirik bo'lgan qarindoshlar borgan bo'lsa, sud zalga kirmay qolgan bo'lsa ko'rsating. Men aytayapman, ikkita qo'lim shunday ko'taraman. Nimaga yolg'on aytasizlar? Nima uchun yolg'on gapirasizlar? Akmal Hajayev bilan Jasur Rasulovni amakisiyu, tog'alariyu, qarindoshlariyu, otasiyu, onasiyu, qaynonasiyu, ayoli yosh bolalari bor ekan mayli. Qaynsingillariyu, sinfdoshlariyu, hamma qarindoshlar ikkita qamalgan ichki ishlar xodimlarining qarindoshlari bordi. Qolganlari qarindoshi bormagan-ku. Men ko'rmadim-ku. Yo birorta qarindoshi borgan bo'lsa, mayli mana masalan, men keyingi safar sudga borsam agar, Xudo xohlasa, qarindoshlari bo'lsa aytsin, chiqsin, men intervyu olib kelaman o'shalardan. Men tog'asiman, yo men ammasiman, men singlisiman, opasiman, akasiman, ukasiman, palonchisiman desa, chiqsin, telefon qilmay turasizlar o'rtoqlar. Chiqsin, men o'shalardan intervyu olib kelaman. Noxolislik bo'lyapti. Mana shunaqa bo'lyapti. Meni jiyanimni uribdi, tepdi, yanchibdi, yechintiribdi. Mana shunaqa holat bo'pti deb birortasi kelib intervyu beraman desa, men jon deb intervyu olib kelaman. Bormi shunaqa? Yo sizlar birorta qaysi intervyuda chiqardingiz? Mana eri, mana akasi, yo mana ukasi, mana singlisi, davay siz ham gapiring deb qaysi intervyuda chiqardinglar? Mana Otabek Jo'rayev, Sirojning media, yo qolganlar men gapirishni ham xohlamayman. Qolganlar. Qaysi biringlar chiqardinglar? Bormi? Sudga borgan bormi? Yo'q-ku, mana men 3 marta bordim. Biror marta ko'rmadim-ku. Nega aldash davom ettiryapsizlar? Ana Feruza Pandaynaqa sotildi, bir tomonlama yorityapti deyapsizlar-da, lekin o'zingizlar qaysi tomon bilan yorityapsizlar? Men ko'rganim aytayapman. Agar haqiqatan ham ular qarindoshi borib sudga kirmaganda edi, men aytardim, men haqiqatan kirmay qopti, yetmay qopti joy. Men bu yaqin qarindoshlari bor ekan, kira olmay qopti degan bo'lardim. Bormi shunaqalar? Vijdon yevormanglar, o'rtoqlar. Xalq aldashda davom etmang. Iltimos sizlardan. To'g'ri yoritinglar. Borini yoritinglar. Xo'p. Undan keyin xullas kalom bu bilan savol javob. Agar orasida qaysi biridir joyi esimga tushsa, men aytib ketaman. Berilgan savollarga men umumiy qilib aytmoqchiman. Berilgan o'sha voyaga Furqat tumanidagi voyaga yetmaganlar bo'yicha inspektorga, Elbekka berilgan 100 dan oshiq savol bo'ldi u yerda. Men sanamadim bu safar. Yarmigacha sanab adashib ketdim. Xullas berilgan 100 dan oshiq savollarni hammasiga javob berdi. Biz sizlar o'tgan safar ichki ishlar xodimlari yolg'on guvohlik beryapti, savollarga javob bermadi. Men hozir ishonmay qoldim sizlarga. Sababini aytaman, chunki ular o'shanda ham shunaqa javob bergan bo'lsa, sizlar demak chiqib tashqarida boshqacha gapirgansizlar. Men ishonmay qoldim. Meni bu xulosam aytayapman, subyektiv fikrim bu. Sizlar shunaqa qilib yoritgansizlar demak, menimcha. Xullas kalom berilgan o'sha yuzlab savollar hammasiga javob berdi. Hammasiga javob berdi. Uni vakolatiga tegishli bo'lmagan savollarga javob bermadi. Mana aytishingiz mumkin, bir ikkita savollarga yo'q men bilmayman degan bo'lishi mumkin. Masalan, meni opam vrach bo'lsa, men o'qituvchi bo'lsam, inson organizmini operatsiya qilishda qanday boshlaysiz desa, men javob bera olmayman u savolga. Yo'q, u doktor, men doktor emasman, u javob beradi deyman. Xuddi shunga o'xshagan holatlar bo'ldi savollar orasida. Siz meni ko'rdingizmi, menga kirdingizmi, meni nimaga qilmadi, yo bo'lmasa o'sha operlar sizga birorta hujjatni mana bizni kirish to'g'risida buyrug'imiz bor dedimi, u dedim, bu dedim, yo'q, ular menga tegishli emas, yo'q, uni aytmadi. Bu men bilmayman ular holati bo'yicha degan savollarga javob berdi o'sha. O'zini vakolatdan kelib chiqib to'g'ri javob berdi. Men ham bo'lganimda uni o'rnida xuddi shunday javob bergan bo'lardim. Xullas uni savol javobi tugadi. Undan keyin keyingi xodim kirdi, ya'ni u o'sha Furqat tumani ichki ishlar boshqarmasida ma'naviyatchi bo'lib ishlar ekan, ma'naviy masalalar bo'yicha. Sizni to'g'ridan to'g'ri vakolatingizga nimalar kiradi, ya'ni ish holatingizga nimalar kiradi dedi, jinoyat oldini olish, o'sha xodimlarni ma'naviy ma'rifiy xullas tayyorlash ishga boshqa javob berdi shunaqa holatlari. O'sha yerga kiribsiz. U ham borgan ekan, shu oxirida kirgan ekan.
bir 7-8 minut o'tib ketgandan keyin kirdim men deyapti. Kirganimda qarasam o'sha operlar o'zini vazifasini bajarayotgan, qilayotgan ekan. Bunday ko'rdim. Ikkalasi ham yoshi katta odam bo'lgani uchun, chiqinglar tashqariga chiqib ketdik, kiyinib tushsin, keyin shaxsiga aniqlik kiritamiz deb tushib ketdim men dedi. Pastga tushib ketdim dedi. Keyin unga ham o'sha har xil savollar berildi. Kirdingizmi, chiqdingizmi, o'qildingizmi, bo'qildingizmi? Orada prokuror narga xodimga aytmoqchi, birinchi Elbekka savol berdi. Ichki ishlar binosini olib tashlab ketdingizmi? Tashlab ketdim. Qanday kirib ketdi? Olib kirib ketdimi? Yetalab kirib ketdimi? Xuddi olib kirib ketdimi? Olib kirib ketdimi deganga o'xshagan savollar berdi. O'sha yerda keyin yana tortishuv bo'lib ketdi advokatlar bilan. Nimaga siz yo'naltiradigan savol beryapsiz? U mashinasidan tushdi, ketdi. Qo'liga kishan taqilmadimi? Yo bo'lmasa ularni IVS deydi, saqlab turadigan jinoyatchilar saqlab turadigan xonaga olib kirilmadimi? Boshqa degan savollar ham berildi. Yo'q, unaqa holatlar umuman bo'lgan yo'q deb javob berdi xodimlar ikkalasi ham. U ham o'zini vakolatdan kelib chiqib, keyingi xodim ham o'sha guvohlikka so'roqqa kelgan keyingi xodim ham o'zini vakolatidan kelib chiqib, berilgan savollari hammasiga javob berdi. Birorta savolga minqillab javob bera olmay qolgani yo'q. Masalan, men o'tgan sudda ko'rgan ichki ishlar xodimi ham, ya'ni 102 bilan tezkor xabarlar bilan ishlaydigan xodim ham, kecha voyaga yetmaganlar bilan ishlaydigan xodim ham, ma'naviyatchi xodim ham birortasi savollarda adashib yo bo'lmasa kasha-masha qilib, boshqa degan yo'q. Yana bitta narsaga e'tibor beramiz. O'sha Elbek voyaga yetmaganlarga savol berildi. Siz dedi, hozir dedi, telefoningizni topshira olasizmi? Tekshirsak, masalan, o'rgansak dedi, bemalol dedi. Bemalol beraman telefonimni dedi. Shunaqa bo'ldi. Keyingi holat ham o'sha u yerda turib soliqchi ham, Gulirano Qosimova ham har xil bir savollar berdi. Xullas, advokatlar bergan asosiy savollarga qaratamiz e'tiborni. Keyin xo'p, ma'naviyatchi xodimga ham har xil vakolatlari doirasida savollar berildi. Keyin o'sha ichki ishlar binosida soliqchini ushlab turgan degan savollarga bir ichki ishlar xodimi aytdi, o'sha ma'naviyatchi tashqarida dedi, besedka bor dedi, besedkada o'tirgandim dedi, bir keltirilganiga 1-2 soat bo'ldi dedi. Telefonda dedi, birov bilan gaplashib, soliqchi tashqariga chiqdi dedi. Yonda birov bormi dedi? Yo'q dedi, hech kim yo'q dedi. Telefonda gaplashib, orqa tomonga qarab o'tib ketayotgan dedi. Birpas indamay turdim, keyin o'sha yoqqa borgandan keyin to'xtang. Bu qo'riqlanadigan obyekt, bizning obyektimiz. Telefon bilan u tomonlarga o'tmang deb orqaga qaytarib aniq bordim. Aytdim, gapirdim, orqaga qaytib ketdi dedi. Shu joylarni ham aytdi. Hech kim o'sha Guliranoni majburan ushlab turgani yo'q, ariza yozib chiqib ketaverishi mumkin edi dedi. Xullas kalom, holatlar shunaqa davom etdi. Endi 19 ming advokatlar iltimosnomalar kiritdi. Qiziq joylarini aytib beray. Advokatlar iltimosnoma kiritdi, ya'ni ijtimoiy tarmoq orqali dedi, bir necha marta biz ko'ryapmiz, eshityapmiz Gulirano Qosimova tomonidan hamda dedi ijtimoiy tarmoq faollari, blogerlar tomonidan dedi 19 minutlik video bor. Ana shu video bor. Buni hech kim ko'ra olmaydi. Biz uni qo'ysak bunday bo'ladi degan har xil dedi gaplar gapirilyapti. Biz dedi, hozir dedi iltimosnoma kiritamiz. Iltimos ana shu video tasmani sudga taqdim etsin dedi. Sud biz juda ham yaxshi bilamiz, jinoyat protsessual kodeksi asosida sud dedi belgilangan muddati bor dedi. Agar bu dedi u videoni oxirida keyin taqdim etsa, biz u videoni ko'rib chiqishga, ishlab chiqishga yo bo'lmasa ana shu video to'g'risida o'zimizning fikr mulohazalarimizni berishga ulgurmay qolishimiz mumkin. Shuning uchun hozirdan taqdim etishini talab qilishingizni so'raymiz dedi sudyaga. Agarda mabodo bu o'sha 19 minutlik videoni sudga taqdim etmaydigan bo'lsa, uni uyida, ishxonasida o'sha hujjatlar yo bo'lmasa fleshka, disklar saqlanishi mumkin bo'lgan joylarini dedi tekshirishni, o'sha taftish o'tkazishga ruxsat berishingizni so'raymiz dedi. O'tkazilsin dedi. Keyin shunaqa degandi. Xullas, Gulirano Qosimova ham yo'q bermayman dedi, soliqchi ham yo'q dedi. Uni ikkita advokati ham
yo'q dedi, shu joyda bitta advokat turib, meni yana bitta iltimosnomam bor dedi. Qanaqa iltimosnoma dedi? To'xtab turing siz dedi. Oldin bitta iltimosnomani hal qilib olaylik dedi. Keyingisiga o'tamiz dedi. Keyin Gulirana Qosimova aytdi, bu sudga dedi, bu xodimlarga meni 19 minutlik videoma aloqasi yo'q dedi, o'rtoqlar. 19 minutlik videoni bu sudga aloqasi bo'lmasa nimaga shu paytgacha oq bayroqni ko'tarib hammalar ko'ksinglarga urib yuribsizlar? Men tushunmadim shunga. 9 ta xodimni ishida urgan, tepgan, hujjatlarida soxtalashtirgan holat bo'lmaydigan bo'lsa, internetga tarqatishda bu ikkita xodim aralashmagan bo'lsa, chunki ular u paytda qamoqda edi. Hozir 19 minutlikni videoni bermaslikdan sabab, maqsad nima? Hammaga aytdinglar-ku, butun olam bildi-ku, sizlarda 19 minutlik video borligini. U 19 minut emas, 9 minutlik video dedi. 9 minutlik videoni dedi, men bu sudga taqdim etmayman dedi. Bermayman dedi. Bu yerdagi xodimlarga dedi, aloqasi yo'q bu videoni dedi. Yaxshi shoki. Hamma hayron bo'lib qoldi. Keyin xullas kalom hamma ovoz berdi. Bu tomondagi advokatlar 4 tasi IVSda qatnashayotgan ham hammasi taqdim etsin yoki majburiy borib tintuv o'tkazib uyda olib qo'yilsin, o'sha video ko'rilsin dedi sud tomonidan dedi. Keyin xullas navbat sudyaga kelganda sudya ajrim chiqardi o'z joyida. Ajrim chiqarib u videoni sudga taqdim etmasligiga va tintuv o'tkazishiga taqdim etmasligini ta'minlaydigan bo'ldi. Ya'ni shart emas ekan u video hamda uyda tintuv o'tkazishni taqiqladi, yo'q dedi. Xullas o'sha berilgan iltimosnoma rad etildi. Undan keyin Gulirana Qosimova advokati tomonidan o'sha joyda og'zaki so'raldi. Ya'ni o'sha 11 ta xodimni ham deyapti, uyida taftish o'tkazilsin. O'sha videoni deydi, istochniga ular deyapti. Keyin shunaqa deganda taftish o'tkazilsin, hammasi tintuv o'tkazilsin uylarida deganda, keyin u ham ovozga qo'yildi. Keyin u yerda bu hamma advokatlar norozi bo'ldi. Buni bu yerga nima aloqasi bor deb. Chunki bular qamalib ketgandan keyin 1 oy ichida u videolar sudda ham bo'lgan, prokuraturada ham mana shu narsaga ham e'tibor qaratamiz. Faqat ichki ishlar xodimida edi u video bor degan xulosadan uzoq bo'lish kerak. Ya'ni u video u paytgacha prokuraturada ham bor edi, sudda ham bor edi. O'sha yerda borganlar esingizda bo'lsa, Quva tumanida o'tkazilgan sudda yopiq o'tkazilgan. Ya'ni sud o'sha videoni ko'rib chiqqan. Uni asoslarini ko'rib chiqqan o'sha joyda. Shuncha joyda bo'lib turib, endi hozir ichki ishlar xodimlariga yopishi ajoyib bo'lyapti-da, xullas kalom. Xullas uni sudga taqdim etmaydigan bo'ldi. 11 ta xodim uyida tintuv o'tkazilsin degan da'voga ham, ya'ni iltimosnomaga ham sud rad javobini berdi. U ham qoldi. Endi oxirida hammamizga tanish Kulbayev Xondamir ismli advokat ham qatnashyapti. U o'sha advokatimiz bitta iltimosnoma berdi, ya'ni xodimlarning harakatida, ya'ni bittasida umuman uni xabari bo'lmagan, ya'ni Akmal Hajiyevda u tezkor tadbir uyushtirilib o'sha yerda bo'layotgan holatdan xabar bo'lmagan. Jasur Rasulovni ham agar mana bu prokuraturaning xati to'g'ri deb topilgan bo'lsa, Jasur Rasulovning ham harakatida jinoyat alomatlari, ya'ni 206 biz bilamiz, xizmat vakolatidan chetga chiqish holatlari yo'q deb topishingizni so'rayman deb va yana bitta jinoyat kodeksi bular bo'yniga ilingan aybni yana bittasi bo'yicha ham iltimosnoma kiritildi. U iltimosnomalarni ko'rib chiqish keyingi sudga qoldirildi. Keyingi sudimiz juma kuni soat 14:00 da bo'ladigan bo'ldi. Xudo xohlasa, Alloh nasib qilsa, biz albatta boramiz va sizlarga ana shu proseslarni to'liq aytib berishga harakat qilamiz. Xo'p, shunaqa holatlar bo'ldi. U yerdan chiqqanimizdan keyin bilsak, tashqarida kattagina o'zgarishlar bo'lgan ekan, boyagi aytgan ayollarimiz bo'yicha. Keyin biz 2 nafar sudda qatnashgan advokatlar bo'yicha ulardan intervyu olmoqchi edik, o'zlarining xulosalarini va kechagi sud jarayonlari to'g'risida gapirasmi deb biz oldindan kelishgandik, xo'p deyishgandi. Lekin sud tugagandan keyin ular mayli qarasak o'sha tashqarida ozgina notinchlik, keyin biz ulardan intervyu olmaslikka qaror qildik. Ya'ni keyingi safarlar olamiz, xudo xohlasa borsak. O'sha advokatlar ham keyin yana bitta advokat aytdi, intervyu berasizmi desam, Jasur Rasulov advokat ekan. Bizni o'zi shundoq ham dedi, butun olamga dedi jar solib gapirib tashadi-ku, avariya bo'ldi, boshqa bo'ldi, pistonchi bo'ldi deb gapirib ketdi menga. Siz ham dedi biz allaqachon bildik dedi.
Xo'p. Ha, keyin shu joyda yana bitta holat bo'ldi. O'sha ma'naviy ishlar bo'yicha o'rinbosariga, Furqat tumanidagi o'rinbosariga savol berildi-da, Jasur Rasulov hamda Akmal Hajayev shu kunga qadar hayfsan olganmi degan savol berildi. Shuna deganda meni xabarim yo'q, hayfsan olganini eshitmaganman dedi u. Keyin agar hayfsan olgan bo'lsa sizlarda turadimi dedi. To'g'ri, bitta nusxasi keladi bizga ham, biz tikib qo'yamiz delalarga dedi. Keyin shunaqa dedi, Shappa Gulirano Qosimova turib, hayfsan olgan, 2-aprel kuni hayfsan olgan dedi. Bu voqeani bilamiz, 2025-yil 17-aprelda bo'lgan. Shunaqa deganda, yo'q, men dedi hayfsan olgandan xabarim yo'q dedi. Bilmadim, bilmayman dedi. Keyin xullas qilib bu mavzu o'tdi. Keyin men kecha aniqlik kiritdim bu holatga, qanaqa hayfsan olgani bo'yicha. Qarang, 21-mart biz hammamiz juda yaxshi bilamiz, Navro'z bayrami yurtimizda. Ana shu Navro'z bayrami kuni katta fura mashinasiga Navro'z bayrami kuni e'tibor qaratamiz. Bilamiz, hamma saylga chiqadi, aylangani chiqadi, dam olgani chiqadi, kimlardir boshqa joylarga chiqadi. Xullas kalom do'stlari bilan o'tiradi, aylanadi, xullas bayram hammamizga yaxshi bilamiz, milliy bayramimiz. O'sha katta fura mashinasiga qo'yilgan fura mashinasiga bitta yengil mashina kelib urilgan ekan. U fura mashinasi adashmasam yo'lni yopib, odamlar bemalol saylgohga kelib, saylda bemalol aylanishi uchun qo'yilgan fura mashinasi bo'lgan ekan. O'shanga kelib bitta mashina kelib urilgan ekan. Shuning uchun bu Akmal Hajayevga ogohlantirish berilgan ekan. Eshitishimcha. Ana shuni Gulirano Qosimova buni hayfsani bor, buni kamchiligi bor, aybi bor deganday qilib Atelov sud jarayonida aytayapti. O'rtoqlar, ozgina sal vijdonli bo'laylik. Birovga yuklatish kerak ekan, yo bu kimnidir aybdor qilish kerak ekan deb og'ziga kelganni, bilmaganni hammasini gapiraverishni noto'g'ri menimcha. Mayli, vijdon o'zingizlarga bersin. Sizlarning gapingizga men xo'ja emasman. Og'zingizga kelganini gapiravering. Lekin har bir narsa oxir oqibatda tarozga solib o'ylab ko'riladi. Kim tuhmat qilgan bo'lsa, kim yolg'on gapirgan bo'lsa, kim obro'sizlantirgan bo'lsa, bu qamaladimi hozir? Qamalib ketgan bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Lekin baribir men ular jasoratiga qoyil qoldim. U Akmal Hajayev ham, Jasur Rasulov ham qamalib ketayotgan bo'lsa-da, bularga qarshi birorta ko'rsatma bermagan ekan. Qarang, qamalib ketayotgan bo'lsa-da. Odamlar hozir haliga yo ertaga javobgar bo'lasan desa, cho'kayotgan odam xasga ham yopishganday bo'lib, og'ziga kelganini gapirib, nima bo'lsa gapiraveradi-da, bilmaganini. Lekin shu yigitlar mardlik qilib bermaymiz ko'rsatma degan ekan. Lekin ularni so'roqda qatnashishga savol beradigan huquqi ham bor deb kecha gapirildi shu haqida. Akmal Hajayev hamma telefondan o'chirishini buyruq bergan ekan hamma yigitlariga. Jasur Rasulov agar bu video chiqib ketsa men boshim bilan javob beraman degan ekan. Shunaqa gaplar. Endi videoni kim chiqardi, qay tartibda chiqardi? Albatta huquq tartibot organlari, prokuratura o'zini xulosasini beradi hali. Lekin aynan o'sha hozir qamalgan yigitlardan senlar qilgansan, senlar chiqargansan deb aytish ozgina noto'g'ri. Ozgina emas, umuman noto'g'ri desam ham bo'laveradi. Xo'p. Hozir bugun menga bitta ma'lumot keldi. Ma'lumotlarim o'zi ko'payib ketdi. Hammasini saqlab yuribman, yig'ib. Kompyuterim ham to'lib qoldi. Xullas kalom, bugun menga bitta ma'lumot keldi. Bitta xodim aytayapti. Adashmasam Antpida, adashmasam. Antpimi uz degan kanal bor ekan. Ya'ni bu Andijon pedagogika institutining rasmiy kanali ekan. O'sha rasmiy kanalda Gulirano Qosimovani qo'llab-quvvatlaymiz. Uni yonina olamiz. Bu ayolga dalda bo'lamiz va hokazo mazmundagi
post joylangan ekan. Bir qancha muddat oldin. Biz bugun u postni qidirdik, o'sha kanalda, rasmiy kanalda qidirdik. U post yo'q. Keyin o'chirib tashlashgan shekilli. Menga yozayotgan odamlarning ba'zilari aytayapti, biz o'sha rasmiy kanalda shu ma'lumot tarqalgani uchun biz bu vaziyatga qiziqib, keyin ko'ra boshladik. Endi buni natijasi itogi nima bo'lishiniga qiziqyapmiz deb aytishdi. Hurmatli huquq-tartibot organlari, Farg'ona viloyatidagi huquq-tartibot organlari nima uchun Andijon viloyati pedagogika institutining rasmiy kanalida Gulira'no Qosiyevani qo'llab-quvvatlash, uni himoya qilishga oid, mavzusiga oid, keysiga oid bo'lgan ma'lumot tarqatilgan. Aniqlik kiritishingizni, nima uchun kelajak farzandlarimizni o'qitish kerak bo'lgan pedagoglarga mana shu holatni qo'llab-quvvatlashni, yoqlashni tashkillashtiryapti ular. Pedagogika institutining o'sha matbuot kotibi deymizmi, kim u kanalni yuritadi, qanday yuritadi, bu qanday una qilib bu holatga aralashyapti, ularning vazifasiga, mas'uliyatiga, ish hajmiga bu holat kiradimi? Nima uchun rasmiy kanallar orqali bunday ularning shunaqa ma'lumot tarqatishga vakolati bormi? Bu mutasaddilar qayerga qarayapti? Men bu vaziyatni, bu holatni mana shu 4 ta bloger, balki men qo'shildim, yana boshqa bu yerdagi yana o'sha 4 ta blogerlar va o'sha sud jarayonlari, prokuraturada o'sha mas'ul xodimlar shug'ullanyapti. Mayli biz qaysidir qatlamdagi obunachilarimiz bu holatlarni ko'ryapti deb o'ylasam, davlatimiz ishonch bilan berib qo'ygan tashkilotlar, o'quv dargohlarida ham bu keysni oqlash, qo'llab-quvvatlash ga doir bo'lgan ma'lumotlar ham tarqagani, bu bilmayman qaysi qolipga, qaysi vaziyatga to'g'ri keladi. Nimani xohlayapti ular? Men yaqinda ham eshitdim haligi davlat to'ntarishi palonchi pisonchi degan. Men ishonmadim bu narsaga. Ishonmayman, men hozir ham ishonishni xohlamayman. Lekin aynan institutda biz bilamiz, o 2001-yillarda yo 2001-yilda adashmasam, studentlar orasida qanday targ'ibotlar o'tkazilganligini. Toshkentda nima hujumlar, nima janjallar, biz o'sha paytda student bo'lganini, studentlar o'rtasida qanday holatlarni yuzaga keltirganini eshitganmiz, ko'rganmiz, guvohi bo'lganmiz. Xo'p, Andijonda ham shunaqa holatlarni vujudga keltiryaptimi bular? Nima qilmoqchi? Nima uchun bu keys pedagogik bilimni oshirish kerak bo'lgan, o'qish kerak bo'lgan talabalarga singdirilyapti? Singdirilgan, aniqrog'i. Nima uchun? Nima uchun singdirilyapti? Nima uchun rasmiy kanalda bunaqa ma'lumotlar tarqayapti? Xullas kalom, huquq-tartibot organlari mana shu holatlarga ham e'tiborni qaratib qo'yasiz degan umiddaman. Andijon voqealari biz esimizdan chiqqani yo'q, unutganimiz yo'q. Toshkentdagi studentlar orasida bo'lib o'tgan voqealar o'sha har xil katta rezonans bergan. Juda ko'pchilik bundan jabrlangan o'sha holatlarda. Kimlar juda ko'pchilik yoshlar qamalib ketgan. Shunaqa narsani keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan ma'lumotlarni tarqatgani bu juda ayanchli. Davlatimizga ham huquq-tartibot organlari bu narsaga jiddiyroq e'tibor berib qaraydi degan umiddamiz. Xullas kalom o'rtoqlar, sud prosesslari shu bilan kechagi sud protsessi yakunlandi. Adashmasam bir 5 soat bo'ldi, chunki juda ko'p rezonansli tortishuvlarga boy bo'lgan holatlar bilan o'tdi sud jarayonlari. Agar nimalardir yodimdan chiqib qolib ketgan bo'lsa, keyingi safar albatta ularni to'ldirib boramiz. Bilaman, hammaning joniga tegdi. Boya aytganimdek, bu santa barbara bo'lib ketdi. Men xohlamasdim. Balki sud jarayonlari tugasa, bormasmiz ham, qatnashmasmiz ham, o'zi birortasini ko'rgim ham yo'q, to'g'risi. Lekin juda ko'p mana shu gruppamdagi, kanalimdagi obunachilarimiz boring, siz bu vaziyatni to'liq, oshkor, shaffof yoritib beryapsiz. Biz oldingi blogerlarni, ularni va shu Kunuzni bergan ma'lumotlarga ishonib qolgan ekanmiz. Bizda bunaqa ma'lumotlar yo'q edi. Mana endi ko'ryapmiz, bilyapmiz. Siz borib aytib berganingizdan keyin aslida sud jarayonining ichkarisida, sud binosining ichkarisida boshqacha vaziyatlar bo'layotgan ekan deb aytgan juda ko'p sonli obunachilarimizni iltimosiga ko'ra kecha bordik.
hamda ko'rib, bilib, o'zimni xulosamni aytyapman. Hammangiz sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Vaziyatga to'g'ri qaraylik. Ro'za Ramazonlar barchamizga muborak bo'lsin. Hamma tinch bo'lsin, oilasi tinch bo'lsin. Hech kimni qamaladigan darajada holati bo'lmasin. Tuhmat, haqoratdan, obro'sizlantirishdan, sha'ni, qadr-qimmatini kamsitishdan hammamiz ayniqsa bunaqa muqaddas oylarda tiyilganimiz yaxshi. Tinch bo'lasizlar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Keyingi safar uchrashguncha, shunday efirlarda ko'rishguncha xayr.